Assalomu alaykum aziz do'stlar. Efirda oddiy fikr ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda bir choyxonada O'zbekiston televideniyasining tirik tarixlari bilan o'sha dastlabki toshni, tamal toshini qo'ygan aziz kishilar bilan, aziz ulug' ijodkorlar bilan uchrashish sharafiga muyassar bo'ldim. Bu tomonimda atoqli rejissor, kino va televideniya rejissori Hamid Qahramonov o'tiribdilar. Mana bu kishi. Ko'pchilik Hamid akani ko'raman deydi. Hamid aka haqida chiroyli bir reportajlar qilsak, u kishining hayoti va faoliyati haqida gapirsak, har qancha gapirsak oz, chunki bunday kishilar juda ham noyob, kam. Uni ustiga Xudoning qudrati, umringizga, rizqingizga Alloh hamisha barakot beraversin. Shu yoshlarda ham hali ajoyib ishlarni amalga oshirayotganingiz jamiyat uchun. Buni hamma biladi. Ikki og'iz bugun nimalar bilan bandsiz? Ishlar haqida gapirib bering. Endi mana bugun dadaxonni yonida, dadaxon bilan yonma-yon choyxonada o'tiribmiz. Choyxonada go'zal yig'inimiz bo'ladi. Ana shu yig'inda televideniyani eng mutafakkir, eng noyob yig'indosh do'stlarimiz yig'ilamiz. Birga hamsuhbat bo'lamiz, birga fikrlashamiz. Ana shunday endi mana dadaxon o'zim yonimda mendan intervyu olyapti. Eng oxirgi ishingizni aytib bering, hozir men eshitib qoldim. Mana oxirgi ishim mana o'tgan kuni 13-14 noyabrda 13-da Razo Hamrayevning 115 yoshlik to'yini To'ron kutubxonasida o'tkazdim. 14-da Navoiyshunos, buyuk olim, mutafakkur, faylasuf Sobit Madaliyev degan bir shaxsga murojaat qilib o'shani to'yini o'tkazdik. Bu to'yda men juda xursand bo'lganim, mana onlayn bo'ldi, kitob bayrami bo'lyapti kutubxonamizda 5 kun davomida. Ana shunga kelgan butun respublikadagi kelgan kutubxonalarning rahbarlari, direktorlari kelishdi. Shular qatnashdi. Ana kitobni targ'ibot qilish, Navoiyni targ'ibot qilish, Navoiyni o'qisin xalqimiz, o'rgansin, bilsin. Bu noyob shaxsga murojaat qilishimning maqsadi, men umrim davomida Navoiyni kuylab kelaman. Ana shu kuylab yuribmiz, omonlik bo'lsin. Siz eng avvalo ulug' adiblarimizning kuylash bilan birgalikda xalqimiz uchun xizmat qilib, xalqimizni kuylagan, xalqimizning o'sha tashvishlariga, quvonchlariga sherik bo'lgan ajoyib bir ijodkorsiz. Mana hozir Sobir Madaliyev haqida gapirdingiz, Sobit Madaliyev. Ulug' odamlar haqida gapiryapsiz. Ular go'yoki katta bir chinorning ildizlaridir. Har qanday xalq ildizlarsiz yasha olmaydi. Ana sizlar o'sha ildizlarsizlar. Qani ikki og'iz bundan buyoq rejalaringizda kimlar haqida bir tadbir, uchrashuvlar qilish orzungiz bor? Reja mana erta indin degan gap bo'ladi. Mana 21 noyabrda Xoreografiya akademiyasi degan joyimiz bor. Shu Xoreografiya akademiyasining katta zalida o'sha akademiyaning rahbari, direktori Shuhrat To'xtasimov 65 yoshga kiryaptilar. Shuni to'yini o'tkazishga ahd qildim. Endi o'sha yerda butun o'zbek raqqosalarini, mashhur raqqosalarni yig'ib, o'sha yerda katta anjuman o'tkazamiz. 26-da esa o'zimizni Milliy kutubxona, Navoiy kutubxonasida buyuk adibimiz, muqaddas shaxs Oybek domlani juda ham hurmat qilaman. Navoiyni romanini yozib, elimizga Navoiyni targ'ibot qilgan buyuk shaxs hisoblanadi. Shu odamni 120 yoshlik to'ylarini Yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda o'tkazish ahdim bor. Xudo xolasa shuni ham chiroyli o'tkazsak, murod maqsadimizga yetgan bo'lamiz deb o'ylayman. Yashang. Ijodiy yutuqlar yor bo'lsin. O'ng tomonimga ham qarayman. Bu yerda O'zbekistonning ulug' tasvirchisi, operator Marat Muslimov. Mana ustozim Ne'mat aka Sagdullayev. Ne'mat aka bizni ham eng katta ustozimiz mana shu yerda o'tiribdilar. Men hozir endi operatorlikni qoyil qilib tasholmay qoldim. Siz oldingizda albatta adashaman. Ikki og'iz do'stlar haqida, shu yerdagi uchrashuvlardan maqsad nima? Shu haqida gapirib bering. Endi maqsad diydor ko'rish. Mana Ne'mat akam 24-da 90 kiradi. O, muborak bo'lsin. Mana 70 24-da